Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi İltəbir akkimiz yazğan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabiya Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Aldın qismda biz Rabiya Qodir xonimning nohaqchiliklarga chidamagan holda haqiqiy siyosiy kurash maydoniga atlangan yerlardagi voqeliklarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Cho'ng ishlarning maxfiy plani. Sidiq Hoji Rozi Washingtonda yolg'iz qolgandan keyin Uyg'urlarning taqdiriga bog'liq cho'ng ishlar orqa-orqadan yuz berishga boshladi. 1996-yili Xitoy demokratchilaridan Wuxungda taxallusi bilan Xitoy kommunistlarining turma jazo lagerlari haqida tekshirish ilib berib tunilgan Xayruyvu Urumchi turmalarida maxfiy material to'plab tutilib qolgandan keyin turmadan chiqibla Amerikaga kelib, Dunyo bankisining Uyg'ur avtonom rayonining suv ishlari inshooti uchun bergan qarz pulni Bingtuan armiyasining ishlatayotganligi haqida guvohlik berish yig'inini tashkillab, isbot, hujjat va guvohchilarni to'liqlash maqsadida Uyg'urlarning tashqi dunyodagi faoliyatlari bir oz jonliq qanot yeyotgan Istanbulga keldi. Abdulhakim Baqi orqali 2 soatlik video materialni sinalg'a oldi. Abdulhakim Baqi 1996-yillik Avtonom rayon yilnomasidan hozirlagan Wang Inmao'ning Bingtuan diviziya darajali kadrlar yig'inida so'zlagan Dunyo bankisining qarz pulini har qaysi diviziyalarga qancha million dollardan bo'lib berganligi haqidagi so'z va Dunyo bankisining pulini qalaymaqan ishiltib, kichik avtomobil setib olgan Bingtuan poliklarining inson tekshirish tarmoqlari tarafidan jazolanganligiga doir hujjatni hozirlab berdi. Hamda Washingtondagi yig'inda guvohlik berishga taklif qilindi. Sidiq Hoji Bingtuan to'g'risida 15 betlik material tayyorlab berdi, ammo o'zi yig'inga qatnashmadi. Wuxungdaning Washingtondagi guvohlik berish yig'iniga nurg'un senatorlar, parlament a'zolari qatnashdi. Farhod Yo'rinqashning Amerikaga kelib, Amerika kongressida so'zlagan paketlik va ta'sirli so'zlari ularni qoyil qildi. Uzun o'tmay, Dunyo bankisi Xitoyga berilgan yordam qarz pulini to'nglatdi. Shu yili 10-oyda Amerika kongressining kitobxona tadqiqotchisi Kari Dumbax xonim Washingtondagi kongress zalida kongress a'zolariga Uyg'urlar va Uyg'urlarning hozirgi siyosiy vaziyati haqida doklad berdi. Bu Amerika tarixida tunji qitimliq yuqori darajalik hamda keng ko'lamlik tunishtirish yig'ini edi. Demak, Rabiya Qodirning 4 oy ilgari parlament a'zosi Kristofer Smithning ishxonasining palampiya oldidagi nolisi meva berishga boshlagan edi. Bu ishlar yuz berib uzun o'tmay, Saudiya Arabistondagi Uyg'urlardan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga qatnashgan peshqadamlardan Husayn Qari va Abduqodir Turkistoni ikkisi vatan davosini Amerikada kuchaytirish maqsadida bir muncha pulni ilib Washingtonga keldi. Hamda Sharqiy Turkiston Ozodlik Milliy Markazi nomli tashkilotni qurib, ishxona ichib, Anvar Yusufni mas'ul qilib o'ltirg'izdi. Amerikaga dastlabki kelgan Uyg'urlardan G'ulomidin Paxta Sharqiy Turkiston Milliy tadqiqot markazini qurganligini e'lon qildi. Demak, Amerikada, bo'libmi Washingtonda Uyg'urlarning faoliyatlari jonlanishga boshladi. Bu tashkilotlarga va ularning harakatlariga maslahat berib, yo'l ko'rsatib va maqolalarni yozib, hozirlab berayotgan Sidiq Hoji Rozi bir kuni Rabiya Qodir xonimga telefon berib, uning Amerikaga kelishini talab qildi. 1996-yili 11-oyning 2-kuni Rabiya Qodir xonim hech kimga demasdilla Beijingga kelib, Amerikaning biletini olib Washington qarab tushdi. Uning pasportida Amerikaning o'yinliq vizasi bor edi. Rabiya Qodir xonim kelibla Sidiq Hoji bilan ahvollashgandan keyin Amerikadagi Uyg'urlarning davosini jonlantirishning ochqichi parlament kongressi ekanligini, shunga eng avval Amerikaning yuqori qatlamidan do'st tepishning muhimligini o'ttirib qo'ydi. Kari Dumbax xonimning kongressda Uyg'urlar haqida bergan doklati ham Amerika kongress a'zolarida ham Uyg'urlar orasida alohida ta'sir paydo qilgan edi. Rabiya Qodir xonim dastlab Kari xonim bilan tanishish lozimligini, uningga minnatdorlik bildirish kerakligini his qildi.
11 ayning 16 kuni Washington hindiki Virginia shtatida o'ltirishliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining armiyasida ishlagan, Xitoy turmlarida yotgan Adhamjon va To'ran Pasha xonimlarning uyida katta ziyofat o'rinlashtirildi. Rabia xonimning nomidan hozirlangan bu ziyofat Kari Dombax va uning do'sti sharifiga berilyotdi. Yangi suyulgan paqlan go'shtidan tayyorlangan kabob va mazali taomlar mehmonlarga tetidi. Rabia Qodir oldi bilan Kari xonimga 20 million Uyg'ur xalqi nomidan tashakkur bildirdi. Uning bilan ba'zida tarjimon orqali, ba'zida bevosita Xitoycha so'zlashib ahvollashdi. Rabia xonim uningga Uyg'urlarning hozirgi tortayotgan azoblarini pokitlik yo'sinda so'zlab o'tdi. U planliq tug'ut keltirib chiqqan ichinarlik fojialarni, atom sinoqlari keltirib chiqargan ekologiya va muhit masalalarini, iqtisodiy boyliqlarni talon-taroj qilish keltirib chiqargan nomrodlik hodislarini, siyosiy va diniy jihatdagi bostirishlarning oqibatini amaliy misollar orqali hamda bu qitim ilib chiqqan paket materiallar orqali so'zlab tushundirdi. Rabia Qodir xonimning eng yangi axborot xabarlarini ko'rsatib turib, 1995-yil mayda Qaramayda bir kinoxonada yuz bergan voqeada mas'ul doiralar ishni ching taqo'yilib 400 nafar o'smirning kuyib ketishiga sababchi bo'lganligi. Shu yili 1-oktyabr kuni Xalq maydonida eng oldida paraddan o'tish huquqi Uyg'urlarga berilganlikdan Uyg'ur o'smirlar maydonga kirgandila tuyuqsiz gaz balon portlab 700 o'smirning kuyishiga sabab bo'lgan qotillarning tepilmaganligi. Yana shu yili 7-ayning 7-kuni Xotan shahrida hukumatning diniy boshqarishiga norozi bo'lib, namoyish qilgan xalq ommasining qonliq bostirilib, minglagan begunoh kishilarning qo'lga ilinganligi qatorliqlarni ma'lum qildi. Rabia Qodir xonim, ya'ni Kari xonim bilan Uyg'urlar mustaqillik yo'lidagi kurashlarni qaysi shakl, qanday usul bilan ilib borsa o'ngishli bo'lganligi to'g'risida fikr almashtirdi. Rabia Qodir xonim oxirida Uyg'ur xalqining kuchlik talabi shaklida Amerika parlament va kongress a'zolarining hamda keng matbuot muxbirlarining Uyg'urlarning vataniga berib, u yerdagi zulmlarni o'z ko'zi bilan ko'rib kelishini qattiq talab qildi. Rabia Qodir xonim bu ishlardan keyin Beijingda ochilgan siyosiy maslahat kengashining qurultiyining nihoyatda muhim bir qitimliq ilishish payti ekanligini ko'z tutib, yig'inda Uyg'urlar masalasini rasmiy siyosiy masala sifatida o'tirg'a qo'yish va bu orqali butun Xitoy rahbarlarining, Xitoy vakillarining hamda Xitoy xalqining diqqatini qo'zg'ash lozimligini, agar bu yo'lda Xitoy Kompartiyasining ziyonkashligiga duch kelsa, Uyg'urlarning mustaqilligi uchun qilayotgan kurashlarini o'zining hayoti, jini orqali xalqaroga tunutish uchun bir fursat bo'ladiganligini cho'nqur his qildi. Hamda Sidiq hojining topilganlarini o'rinlash uchun yana vatanga qaytdi. U Urumchi kelibla hukumatning o'zini qattiq ta'qib qilayotganligini sezdi. Rabia xonim qaytib kelib, uy kiribla boshqacha bir turli g'irsinib qoldi. Uning chiroyli bezilgan podshoh qasrlarida ko'rkam mehri issiq uyi nemishqidir jimjitlik ichida qo'rqinchli tuyulishga boshladi. Atrofda el jamoat, urug' tuqqanlar va bolalar bo'lsa-mu, u yanala o'zini yolg'izlik ichida his qilishga boshladi. Uyga zodila kirgis kelmaydi. Kirsa tezroq chiqib ketgis keladi. Nega berishni bilmaydi. Rabia xonim oxiri Sidiq hojining kutubxonasini ko'ngli tortayotganligini tuyib, shu yerga kirib oladigan, hatto bu kutubxonada qunib qoladigan bo'lib qoldi. Bu kutubxona Sidiq hojining kundalik faoliyat o'rni, ya'ni ishxonasi edi. Uning jangovar maqollari bu yerda yoziladi. Uning sabdoshlari bu yerda mulohizlarni qilishadi. Turg'un Almaz, Abdurahim O'tkirdek olimlar har doim bu yerga kelib turadi. Rabia xonim mana mushu kutubxonada har kuni degudek o'zi bilan o'zi so'zlashib, Sidiq hojini eslaydigan bo'ldi. U shu chaqdala o'zining yolg'izligini, Sidiq hojisiz uningga na hayotning, na tijoratning ma'nisi bo'lmaydiganligini, qadinasi bilan allaqachon bir jon, bir tan bo'lib qolganligini cho'nqur his qildi. Bolalarmu shundoq edi. Oiladagi bayashatchilik, ma'murchiliklar bolalarning ko'zi ko'rinmaydi. Ular har doim kulmaydi, so'zlamaydi. Yet kuni Rabia xonim bolalariga yetlik sovg'atlarni berish uchun hammasini yig'di. Hammasila yerga qarab o'tiradi.
ularning chiroyida kulki ko'rinmaydi. Rabia xonim: "Nim bo'ldi bolalarim? Dadanglarga telefon ichib beraymi?" deyishiga Aqida pongta yig'layotdi. Hammasi shuni kutib turgandek tangla yig'lashib ketdi. Rabia xonim dastlab ularni bazigan bo'lsa, keyin o'zimi qo'shilib yig'lab ketdi. Rabia xonim tushundi. Bolalar dadisiz yashay olmaydiganligini ifodalashgan edi. Rabia xonim bolalarini dadisiga avatib berib, hamma dard azobni o'zi tortishga rozi bo'ldi. Shunda qilib, ta'til mazgilida Amerika vizasi olgan bolalarini Aqida, Xonzuhra, Mustafa, Qiqnuslarni Beijingdan Amerikaga dadisining qishiga yo'lga selibatdi. Uyg'urning qayoshi Uyg'ur 1996-yili atiyazda Xitoyning o'lkalarida orqa-orqadan kelkun ofati yuz berdi. Abdulum rayonluq Partkom va uning beshidagi Wanglerchuan darhol jiddiy yig'in chaqirib, yordam berish rahbarlik ishxonasini ta'sis qilib, daraja aminlashtirib, gazet, jurnal, televizorlarda tashviq qilib, naq pul, yangi kiyim i'ona qilish harakatini boshlabdi. Hatta barliq Uyg'urlarni siyosiy maydon masalasi deb qo'rqitib, maoshi borlarning maoshidan naq pul tutib oldi. Bu jarayonda banka, baj, savdo sanoat ma'muriy boshqarish idorasi kadrlari uy-uy, do'kon kirib, safarbar qilib pul yig'di. Kiyim-kechak, hatto chorva mollarini mo elib ketdi. Rabia xonim ofatga uchirganlarga hesdoshlik qilib, o'zi boshlamchilik bo'lib, nurg'un pul, raxt, kiyim-kechak to'plab i'ona qildi. Aradan ko'p zaman o'tmasdan Uyg'urlarning qadimiy makonlaridan Qashqar viloyatining Fayzobod nahiyasi atrofida qattiq yer davrash ofati yuz berib, nurg'un odam o'ldi. Hisobsiz uylar o'rilib tushib, 100 minglagan Uyg'ur dehqonlari so'g'uqda talada qoldi. Bu chaqda Partkom va Wanglerchuanning oshkora ifodasi kishilarni qattiq gumonga soldi. Ular birinchi bo'lib, chet ellik muxbirlarning kelib, Uyg'ur xalqining haqiqiy turmushini ko'rib qilishidan qo'rqib, voqeani dunyodan yushirdi. Xitoy gazet televizorlari mo tashviq qilmadi. Partiya hukumat organlari hech kim bo'lmagandek jim turib oldi. Faqatla xalq ishlar idorasidagi mas'ul kishilarning yuqorining og'zaki yo'l yo'riqiga asosan Xitoy o'lkalariga to'shilayotgan kiyimlar orasidan shallab chiqarib o'tilgan kona keraksizlarni Fayzobodga avatish uchun qog'oz yashiklarga qochilayotganligi ma'lum bo'ldi. Ba'zi shaharlar, idora, organ, zavodlar o'zigidan harakatlanib, pul va kiyim to'plab Fayzobodga yo'llagan bo'lsa-mu, Wanglerchuan boshlig'idagi yordam ishxonasi naq pul va yangi kiyim-kechaklarni Xitoyga avatish xizmatini jiddiy tutib davomlashtiradi. Konularni Fayzobodga yo'llash ishini mo tangli ilib bordi. Partkomning bu xil yalang'och tangsiz muomalasi va xalqning qattiq noroziligi hatto rais va muavinlarning mo qulqiga yetgan bo'lsa-mu, hech kishi oshkora va dodillik bilan qarshi fikr qila olmadi. Dal shu paytda Rabia Qodir xonim Xitoy davlatlik va avtonom rayonlik siyosiy kengash, ayollar birlashmasi hamda savdo sanoatchilar birlashmasidagi amal mansablarini qalqon qilib, vardonlik bilan o'ttirg'i chiqdi. U Rabia Qodir savdo saroyidagi tijoratchilarning ofat rayonidagi qarindoshlaridan hol so'rash umiki tashkil qilib, o'zi oldi bilan 100 ming Amerika dollari qiymatidagi pul va moddiy buyumlarni i'ona qilib, xalqni safarbar qildi. Gazet, jurnal, televizorlarda darhol oshkora tashviq qilib, Partkomning bir tutash boshqarib, bir tutash taqsim qilish degan soxta belgilamasiga uchuq qarshi chiqdi. Uning yolg'onligini fosh qildi. Bu kunlar het arpisi bo'lib, tijoratchilar bas-bas bilan ushra zakotlarini, pul, mol, kiyim, un, guruch, moy degandek narsalarni ko'tarib kelib, i'ona qilish uchun uchra tuturdi. Partkomning i'ona to'plash ishxonasidagilar buni ko'rib, naq maydonga qizil lavha esilgan hukumat i'ona to'plash avtomobilini avatib, i'ona qilguvchilarga pul mollarini hukumatga topshirish haqida zo'rlik qildi. Rabia xonim dodillik bilan ularning oldiga kelib, "Mening xalqimning saxovatparvarligini ko'rib qizg'inyapsizlar. Men hukumatga qarzdor emas, Allohga, millatimga qarzdor. O'ttirda o'yin o'ynaydiganlarga hech nima bermayman. Xalqimni mo bergizmayman. Biz to'plaganlarimizni hetdan avval ofatga uchirgan qarindoshlarimizning o'z qo'liga topshiramiz", dedi.
Partkom əvətkən ianə toplaş avtomobili kəş kirgichə kütken bolsumu, birisi taşlap qoyğan kona bir xurum çapandın başqa heç nərsə toplayalmadı. Ular xalqның berilgan kişiге ayımay berdiganligini, hökumətə emas, Rabia xanımğa işindiganligini öz көзі bilan көрüp quruq qol qaytishdi. Həş-bəş degichə 500 Amerika dollarıga yaqın naq pul, 27 avtomobilga qaşlanğan yardım buyumlari hazırlandı. Afət rayondagi qarindoshlarga salom. Qurban haytinglar muborak bo'lsin. Xalq sizlarni unutmaydi degan lavha lozinglar esilgan 27 avtomobil Ürümçi ko'chalarida daqa-dumbaq, nag'ra sunnay ovozini yangritib yo'lga chiqqanda, butun xalq ko'chaga chiqib, Rabia Qodir xonim, Muhammad Ali hojim va Ramilalarni uzitib qo'ydi. Uyg'ur xalqining o'mligini, insoniy fazilatini, mərd sexiliğini namayan qılıvatqan bu heyvətlik qoşun kimlərningdir oğusini qaytıvatqan idi. Beşida Rabia xanım bolmağını da allaqaçan həmsini tartıb elib, bir tutaş başqurub, öz yurtağa əvətib berişini oylagan Vanlı üçün əmdi uxlayalmay qalğa idi. Uyg'urlarning yordam avtomobili yo'l bo'yi uchirgan shahar nahiya yezlarda tashviqot qilmagan bo'lsa-mu, xalq o'zligidan qo'zg'alib, yordam buyumlarini akilib, yana 2 avtomobil mal qo'shildi. Rabia xonimning yordam qo'shini Fayza Avatga kelganda yana to'salg'i uchirdi. Yerlik amaldorlar yuqorining yo'l yo'riqiga binoan yordam puli va yordam buyumlarini o'zlari topshirib olib, bir tutash tarqitib berdiganligini uqtirdi. Ofatga uchirgan xalqlar bo'lsa, ishib qolgan kona kiyim va vaqti o'tgan keraksiz yemekliklarni ofatga uchirgan xalqqa muxbirlarga ko'rsatish uchun tarqitib qo'ydiganligini inkos qildi. Rabia Qodir xonim bir qancha yildan beri chet ellarga, Xitoy shaharlariga yig'inga, tijoratga ketib qilib, oilasida bolalari bilan birga yet o'tkazib boqmagan edi. Bu qitim aslida Sidiq hojining iltimosi va bolalarining kuchli talabiga asosan yetni butun uydagilar jam bo'lib birlikda o'tkazishga va'da bergan edi. Biroq Rabia xonim ofat rayoniga kelib, nomrod, miskin, bechora Uyg'ur dehqonlarini, och yalang'och Uyg'ur farzandlarini ko'rib, yetdan avval uyga berishdan voz kechib, oldi bilan shularni rozi qilish niyatiga keldi. Bu yil ro'zihitni ofatga uchirgan g'arib Uyg'ur dehqonlarini xotirjam qilish uchun ular bilan birga o'tkazamiz. Yetqicha chuqum hammasining quliga Uyg'ur xalqining mehribonligi mujassamlashgan pul, kiyim-kechak, raq, un guruch, may go'shtlar yetkazamiz. Och ko'z xiyonatchilarning qulini tekkizmaymiz, dedi o'tula yo'l mingib, putlari ishib mangolmay qolgan Rabia xonim kechda yataqda putini dastiki issiq suvga chilab o'ltirib yet o'tkazish uchun uylariga oldirab titit bo'layotgan Muhammad Ali hojim va Ramilalarga qarab, Rabia Qodir xonimning bu xil fidokor ro'yidan ta'sirlanib, ularmo qaytmaslikqa niyat qildi. Men tug'ilgan chig'imdalar masjidga vaqf qilingan ekanman. Shunga mening borliqim oilamga, bolalarimga emas, butun Uyg'ur xalqiga mansub. Bu yerda uy makonsiz, kiyim-kechaksiz, yemek-içmeksiz qolgan norasiylarning hammasi mening bolalarim. Qachonmi ularning dardiga to'liq darmon bo'lg'idek bir ish qilib berarman. Rabia xonim bir tarafdan Allohga shukr qilsa, yana bir tarafdan Allohdan madad tilaydi. Rabia xonim o'yim-o'y kirib yurib, holsizlanib mangolmay qoldi. Oxiri yeza kanit boshliqlarini ish qisilib, ofatga uchirgan dehqonlarni bir yerga to'plab, kollektiv holda har birining jon soniga qarab, birdan pul va boshqa buyumlarni tarqatqizdi. Ofatga uchirgan Uyg'ur dehqonlari qattiq ta'sirlanib, Rabia Qodir xonimga va Urumchidagi tijoratchi qarindoshlariga ko'p minnatdorligini bildirdi. Ruhiy tushkunlik va iqtisodiy yo'qsizlik azobidan xalq shunda holga tushib qolganki, bir bechora bovay pul va kiyim-kechak, un guruchlarni ilib, o'zining hayolini bosolmay, "Yassun mavjushi" deb to'lab yig'lab ketdi. Birsi bovayga ichchi og'irtib, "Buva, undaq demasizlar, yomon bo'ladi. Mavjushi deganlar o'lib ketgili 20 yildek bo'ldi. Bu narsalarni bizga mavjushi emas, Urumchidagi tijoratchi qarindoshlarimiz avatibdi. Rabia Qodir xonim tarqitib beryotdi", dedi.
Yezlardagi dehqonlarla emas, yerli kadrlarmı Rabia xonimning saxovatidan, mehribonligidan ta'sirlanib ko'z yish qilishdi. Mo'maylar uning peshiga esilib yig'lashdi. Peshini peshi qo'yib surtishdi. Bolalarni yetlab kelib, Rabia xonimning kiyimlarini silab, savob olmoqchi bo'lishdi. Yig'on zavra ichida hech kim o'zini tutolmadi. Haqiqiy qarindoshlik sevgisi ularni mas qildi. Rabia xonim xalqqa xitob qilib: "Ey bichora xalqim, meni unda xijil qilmanglar. Men sizlarga yishtim qilib berolmadim. Sizlarni jafo mushaqqatdan, to'pachongdan, yo'lsizlikdan qutuldira olmadim. Meni ayblanglar, meni tillanglar, meni urunglar" deb nola qildi va xalqdan duo qilib berishni talab qildi. To'plangan qariyash hammasi Rabia Qodir xonimning duo qilib berishini so'radi. Rabia xonimning muңluq, ammo tamkin, yangroq ovozi meskin yuraklarda jironglashga boshladi. Ey buyuk qudrat egisi Allohim, xalqimga aql, kuch, inoqlik ato qilg'aysan. Do'stini, dushmanini tunutqaysan. Xalqimni to'g'ri yo'lga yetakligaysan. Bexudlikdan o'yg'otqaysan. Zolimning zulmidan qutulish uchun yo'l ko'rsatgaysan. Mo'l boyliqqa dastlab turib, gadoyga aylangan xalqimga rahim qilg'aysan. O'z rizqiga, haqqiga ega qilg'aysan. Amin. Rabia Qodir xonimning hayit namozdan keyin hayitgohga keladi degan xabar bir kun ilgari muxbirlar tarafidan e'lon qilingan edi. Kishilar namozdan keyin to'rt tarafga talmirib qarashib Rabia xonimni izlamoqda edi. Xalqi oldida texmi ko'p mas'uliyatning borligini his qilgan Rabia xonim hayitgoh masjidining oldiga kelganda 10 minglagan Uyg'ur yoshlarining qizg'in kutilishiga erishdi. Ular: "Ana, oqtomoqliq Rabia xonimiz keldi" deyishib, uni ko'rgili oldiraytdi. Bir-birini qistishatdi, bo'yinlarini so'zishatdi. Hayajonlangan yoshlar Rabia Qodir xonimga o'ttirdan yo'l ichib, uni odamlar dengizi orasidan xuddi yelkandek yenik siljitib, hayitgoh masjidining darvozasi oldiga ilib keldi. Uni ko'rishga tashna bo'lgan odamlar to'pi, qora ko'zlik, qonshorli qashqarliqlar. Chiroydan mardlik, mardonalik, jasurlik, g'urur nuri yig'ib turgan qashqarliqlar. Uchisiga kostyum burulka, chekman pashmatlarini kiygan, atrang konvoy ko'ynaklarining qizil yeshil yipliq kashlari julolanib turgan badam do'puluq, so'sar tomoqli qashqarliqlar. Rabia Qodirga tikilmoqda. Umid bilan beqishmoqda. Ularning burkutdek o'tkir ko'zlaridan xuddi bizni boshla, o'tqa kir desang o'tqa, suvga sakra desang suvga kirishga tayyormiz degan sadolarning cho'nqur ma'nilari ushqinlamoqda edi. Rabia xonim tulib tashqan cho'nqur mehri muhabbati bilan 10 minglagan Uyg'ur o'g'lonlarini qong'uda ko'rilish uchun milliy g'urur, milliy tuyg'u, milliy ishash dengizda qong'udak uzilish uchun texim ko'p qarindoshlarga samimiy salomini yetkazish uchun ustalning ustiga chiqdi. Nag'rusnay ovozi birpas to'xtab, jimjitlik hukm surdi. Hamma Rabia xonimning og'ziga talmiratdi. Sunuq dillariga malham bo'lg'idek, miskin ko'ngillariga ilhom bo'lg'idek, hasratlik yuraklariga darmon bo'lg'idek so'zlarni anglashni umid qiladi. Rabia xonim hayitgoh masjidining darvozasi oldidagi ustaldan atrofga nazar tashladi. Atrofni manglagan Xitoy askarlari qurshab turadi. Egiz binolar, do'kon uylarning o'gisida pilmotlarning uchi hayitgohga qaratilgan edi. Har bir ko'chaning do'qmishidan boshlab chambar shaklida hayitgohni qurshab turgan Xitoy soqchilarining bir qo'lida batlangan avtomat, yana bir qo'lida obsharka ishlari xalqqa qaratilgan edi. Ko'zlaridan xuddi kinolardagi jallodlardek vahshilik chiqib turgan bu cheriklar yilla hujumga o'tib, butun maydonga yig'ilgan necha 10 ming Uyg'ur yoshlarini o'q yomg'iriga tutib, qirib etigandek rahimsiz alpozda qarab turishadi.
Bugun Qashqar shahrining ikki joyida ikki xil o'xshamagan manzara paydo bo'lgan edi. E'tikof masjidi oldida Uyg'ur xalqi jam bo'lishib, namoz o'qigandan keyin Robiya Qodir xonimga talpinmoqda edi. Yana biri Xitoylar Beijingdan belgilab bergan qo'rchoq rais Oblat Abdurashid va 10 necha nafar Xitoy amaldori necha yuz Xitoy soqchi askarlarining himoyasida maxfiy holda Qashqar aerodromiga qo'nib, Qashqar vali mahkamasiga kirib ketgan edi. Qaragan ular o'zlaricha amonlik saqlaymiz deb naq maydon kelganlar o'xshaydi. Xitoylar qadrlagan kishi qo'rqib bulungda mukib yurmoqda. Xitoy uni la'natlamoqda. Xalq o'zi so'ygan kishini beshida ko'tarib ulug'lamoqda. Assalom qadrdon qarindoshlarim. Robiya xonim yuqori ovozda vaqirdi. Va alaykum assalom Robiya ana. Atrofda yangragan salom ovozi yer zaminni titratdi. Robiya xonim so'zlayotdi, lekin u ko'ngli pukkan so'zlarini ichiga yutibdi. Chunki u bugun bir eg'iz so'zni ortiq qilib qo'ysa, xalqning kelkunda qo'zilib ketadiganligini, E'tikof masjidining bo'lsa qip-qizil qonga bo'yilib ketadiganligini obdan tushunatdi. U xalqiga qarab xitob qildi. Ko'zlaridan monchoqdek yoshlar to'kildi. Ro'za hitinglarga muborak bo'lsin. Sizlar yetishtirgan qizinglar Robiya sizlarga salom bergil keldi. Yana bir qitim sizlarga chuqum xush xabar elib kelaman qarindoshlarim. Atrofdagi bizni qorshab, qo'g'dab turgan askar soqchilarni, avtomatlarni, obsharklarni ko'rdinglarmi? Tarqilinglar. Bugun ro'za hit. Hamma shodlik to'lsin. Shu hamon Nag'ru Sunay ovozi yangridi. Xalq ritmli samoga dasidi. 10 minglagan Uyg'urning samosi yer zaminni larziga soldi. Go'yoki cheksiz etizliqdagi bug'doy bashaqlari takshi silkingandek. Bepoyon dengiz to'lqinlari rad bilan to'lqilganda kishini hayajonga soldigan manzara barliq keldi. Robiya xonimning xiyollari uzoq-uzoqlarga ketdi. Uningga qo'llarini takshi tashlab, bo'yinlarini kaskin itib, putlarini ritmliq almashtirib, yerga kuch bilan dastavotgan hisobsiz kishilar to'pi go'yo sepillarni o'rib, cho'qon silib, ot choptirib kelayotgan O'g'izxon qo'shinlaridek. Davlat chegaralarini buzib tuzlayotgan Atilla Xoqonning lashkarlaridek. Osiyoni titratgan yagona imperator Tumit Iltabir Qoxonning to'rt tarafda ot o'ynatgan chavandozlaridek. Saddichindan Adriatik dengizgacha bo'lgan bepoyon zaminni egallagan podsha Qutlug' Bilgi Qo'g'onning sardorlaridek. Pantikinning, Sulton Satuq Bug'roxonning, Said xonning, Sobit Damullamning, G'ani Boturning palvonlaridek ko'rinib ketdi. Xalq umidga to'lgan, xalq bir yetakchiga tashna, xalq ozodlik intizor. Robiya Qodir xonim o'zini qo'g'dab kelayotgan Muhammad Ali Hojim va Romiyalarning yordamida kishilar to'pi ichidan tasdiqda chiqib bir do'konga kirib oldi. Do'konning oldiga Robiya xonimni bir ko'rib olish uchun olishib olgan odamlarning ko'pligidan do'konning eshigini chiqib o'tadigandak qisilishib kirishga boshlaganda Robiya xonim amalsiz do'konning orqa derazidan chiqib ketishga majbur bo'ldi. "Tova!" dedi Muhammad Ali Hojim yosh-yo'qi ko'zlarini aytib turib hayajonda. Xalqning nazarida bunchalik ulug' ayol ekanliklarini yollarda yurib bilmabdi ekanman. Bir umr sizning xizmatlarda bo'lishga bel bog'ladim, xonim. Robiya acha, dedi texcha o'ksib yig'layotgan Romila. Siz uchun hayotimni fido qilishga roziman. Siz xalqimiz uchun haqiqatan cho'ng ishlarni qilib bera olasiz. Ko'rdingiz ana, 100 minglagan xalq sizdan ozodlik, hurriyat kutyotdi. Shunda qilib bu qitimni o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh omonat.